Söhbətləri proqramımızdakı əziz görürmənləri, bugün 2026 yılı 8-ci ayının 9-cu günü yekşənbə. Bugün Uyğur Çayxana söhbətləri proqramımızdakı Naq Meydan söhbət proqramımızdakı 118-ci sanıda Nurgül xanım bilan izchil qilib ərəb tilini qilib Xitoyninki Millatlar İttifaqının ilgiri sürüş qonuniga nazar nomli proqramımızdakı 5-ci qismini bugun huzurunuzga sunamiz. Biz her qatımlıq programmada əməli əhvalı qarab, vaxtını kontrol qılıq əsasda 1 saat ətrafıda Xitoyning 7-ci ayının 1-ci gündən başlab yol qoyğan Millətlər İttifaqlıq qanunu, yəni qırğınçılıq qanununu az-azdan tərcüməsini düşündürüşdən təng analiz qılıb kelayotqan degan bu proqramның 5-ci qismi huzurunuzda. Assalamu alaykum, hörmətli Nurgül Saad xanım, qimmatli vaqtingizni chiqarib, Uyg'ur Choyxona suhbat programmasiga rahmatdan qatnashganingizga rahmat aytaman. Va alaykum assalom, Abdurimjon, va alaykum assalom barliq qarindoshlar, ekran oldidagi. Bugun o'zimizning suhbatni yana davomlashtiramiz. Endin bu yerda yana alayda mening bir eskartib qo'yadigan nuqtam, Abdurimjon, siz o'zingizning Facebook, social media aşı sayıblarınızga men qarab kelyapman. Siz vaqtingizni namoyish qaratmay nurg'un narsalarni yozyapsiz albatta o'z oldingizga. Andin yana vaqt ajratib, mush Uyg'ur choyxonasi, mush suhbat supsini davomli elib berayotganingizga qarab, hamda men haqiqatan sizdan faxrlanmanchu. Bir har qitim ashunaq bir narsani ko'rganda sayfingizda bir o'zim naydi huzurli ko'raman zodi. Andin sizga ergishmoqman. Buni bunda bo'lishiga sabab bizda mushu 2017 yil asosan nurg'un qarindoshlar o'rnidan turib mushu lager masalasi tuqqanlarimiz yo'qolib ketdi, butun aloqamiz uzilib ketdi. Mush jarayonda nurg'un qarindoshlar chiqib o'tirga nurg'un qarindoshlar aktivistlar paydo bo'ldi. Ana o'zimizning ichki qismimizni qurulmamizning kamchilik tufayli nurg'un aktivistlarni o'zlarimiz tutib qololmadik-chu. Ularning aktivligi bir mazgil kelib, yana bir mazgil yo'qolib ketdi. Ana buzg'unchilik ko'p bo'lib ketdi shu jarayonda. Sizningki davomliq degidek mushu o'zingizniki mush Uyg'ur masalasi bizniki har vaqt chiqayotgan yangi masalalar qarta o'zingizning faoliyatini uzildirmay yengilab davomlashtirmayotganingizga qarab men haqiqatan suyunaman. Endi bizda mushtaq bir kun, 2 kunlar emas, davomlashtira oladigan mushtaq bir ruh yana bir kengaygan bo'lsa, yetishgan bo'lsa degan umiddaman. Rahmat. Rahmat sizga hamda eng imkoniyatimiz yetgan doirada qilib kelyapmiz hamda faoliyatlarnikini. Sizga nurg'un odamlar chiqib o'tirdi, nurg'un odamlar chiqib qoldi. Lekin bu safar yana to'liqlanib mangan bo'lsa, yaxshi-da. Xudoyim o'sha ishlar bo'lib qoladi. Endi bugun programmaga nimasiga boshlaylik. Oldin qissa 43-ci moddani so'zlab ketib ekanmiz. Bugun 45-ci modda, 44-ci modda bizga munosabatsiz ishlar-ku. Shuning uchun Mishada eskartib qo'yilgan bir narsa. Men boshda mush programmaning birinchi qismida boshlanishda mushu butun 64 modning ichida bizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, vosliq ta'sir ko'rsatadigan moddalar deb ikkiga ayirgandim-chu. Biz hozir misha to'xtalayotgan 44 moddaning hammasi bizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mandaqcha aytganda bizga bevosita ziyon yetkazadiganlari. Mesela mayada ben 43. maddedan 44. maddega sakrab ketdim. 43, 44 bizga bevosita uchun qarta oladi-chu. 44-si vosli qoldi. Endi shunga buniki hammani modda so'zlab kelgan bo'lsak to'g'ri bo'ladi qoida bo'yicha. Endi mening mishada bizning butun shu diasporadagi Uyg'ur jamoatiga birinchi bo'lib tushuntirganim bizga qaysi bevosita o'zining tig'ichini qarta oladi. Mushu 64 moddalik bir qonunning ichida deganni kallamda tutib turib ikkiga bo'lgan. Haqiqatan siz degandek hozir 45-moddasiga keldik.
ana 45. moddasimi hozir siz o'qib o'tasiz. Men albatta uni tushuntirib bermoqman. Ana ash tushuntirishdan biz shuni his qila olamizki, mushniki mush bir moddaga tayanibmi nurg'un odamni vayron qilib o'tadi-chu. Andan burunmi vayron qilgan mush moddaga asosan. Ana ashnimi yanama to'liqlab endi Xitoy buning nimasi qilgan ishini burun. Xalqaro desan qonunsiz kishilik huquqni taruz qilding deb nurg'un usullar bilan buningki o'zininki qarshiligini ko'rsatib e'tiroz bildirib kelgan bo'lsa-mu, lekin hozirdan tortib hamda 7-ayning 1 u qonunlashib ketdi-chu. Xalqaro o'zininki e'tirozini bildirman desimi, bildirmaydigan holatga keltirdi. Endi ashuni nazarda tutib turib, endi mushu moddani biz ko'rib maqsaq, meningcha osonroq tushuna olamiz deb qarayman. Rahmat. Rahmat. 45. modda korxonalar va ommaviy organlar ijtimoiy axloqqa rioya qilishi, ijtimoiy mas'uliyatlarini ado qilishi, Jumhur millatlarining o'rtaq gavdasi tuyg'usini kuchaytirish, talabni kasbiy tarbiyalash va madaniyat taraqqiyot qatorliq faoliyatlarga singdirishi, millatlar ittifoqligi va taraqqiyotni ilgari surish kerak. Sanoat jamiyatlari, savdo uyushmasi, akademik jamiyatlar va fondlar qatorliq ijtimoiy tashkilotlar Jumhur millatiga bo'lgan kuchli o'rtaqlik tuyg'usini shakllantirish, talabini o'zlarining sanoat, o'zini tangshash qoidalari, kasbiy axloq qoidalari yoki tashkilot nizomnomasiga kirgizishi hamda kasbiy faoliyatlar bilan birlikda millatlar ittifoqligi va taraqqiyotni ilgari surish kerak. Xo'sh. 45-moddaniki biz tez diqqat qilgan narsa bu yerda deyilayotgan millatlar ittifoqi bizning burundan tortib tushunib kelayotgan atalmish millatlar ittifoqiga o'xshamaydi-chu. Mayadagi millatlar ittifoqi nima desam, shu Jumhur millati degan bir millatni asos qilgan, shuni nazarda tutib turib qilinayotgan gap bu. Şoňa her qanday bir şirket, her qanday bir savdo sanoat fondi jamiyat bolsun, bu hatta şu savdo sanoat hamma adamninki kundulik ijtimoiy biznes turmushidan tortib aşağıgacha kirgizayotgan bir masala borchu. Masalan, bir şirketning ichida o'zini men Jumhur millati emasman, Uyg'ur yoki bo'lmasa men Qozoq, yo bo'lmasa men Qirg'iz deb shu o'zininki milliy urf odati bilan shu shirkatning o'rlashtirgan ba'zan nimasi o'zininki urf odatiga yoki bo'lmasa o'zininki shu milliy urf odatiga xilof yeri bo'lsa shuni desa, shuni asos qilib turib shu kishini birinchidan xizmatdan chiqarib o'tadi, mush qonunga asosanmi sen millatlar ittifoqiga xiloflik ish qilding debchi ashidam jazolay oladi. Mandaq bir masala. Anondan keyin shu shirkatlarnimi, shu tuzilmalarnimi o'zining ichki qismidagi mushu operatorlik shu yumshoq detalning hammasini shu Jumhur millati degan bir millatni asos qilgan shu mono culture, mono shu etnikni asos qilgan, huquqni asos qilgan birlar Jumhur minzu degan shu huquq bilan o'zgardi hamma narsani qiliplashdi degan mayat bisim bor. Ana shunga miyadagi kasbiy axloq deysiz. Kasbiy axloq u monoculture yoki bo'lmasa mono millat nimasi bilan bir millatninki mavjud deydigan usullar hech qanday munosabati yo'q. Kasbiy axloq degan boshqa narsa, bu nimaninki siyosat degan u boshqa narsa bo'lishi kerak edi. Lekin 45-moddani ashning hammasini bir nimaninki bir qanotdan ostiga kiryapti-chu. Ana shunga hozir bu yerda bir odam kasbiy yo'l bo'yicha kasbiy ish qilman desmi, oldi bilan uni kallasida o'ylaydigani shu hozirgi Xitoyning yurgizayotgan shu Jumhur millati degan shu huquqni asos qilib turib, anandan keyin kasbiy bo'la olsa, ana kasbiy bo'la oladi. Misha kelganda kasbiy faoliyat, kasbiy axloq deymiz. Xitoyda kasbiy axloq bormi burundan tortib? Shuni o'ylash kerak-chu. Burundan tortib o'zini nima qilolmay yig'ishtirib mangolmaydigan, davomliq degan masala chiqib turadigan shunaqa kasbiy jihatdagi bir masala hozir uni texmi qonunlashtirib, mening deganim bo'yicha ish qilsang sen mavjud, sen kasbiy
xodim bo'la olaysan. Mening dinim bo'yicha ish qilmasang, sen kasbiy xodim bo'lamaysan degan gap. Ana bu degan gap ash bir kasb o'zini kasbiy deb qaragan odamningki xalqaroliq kasbiy o'lchamda naqadar yiroq eg'ib ketadiganligini ham eg'ib ketigilik. Shu eg'ib ketigilik ham eg'ib ketadiganligini bundan keyin ko'rib olg'il bo'ladi. Rahmat. 46. Madda diniy guruhlar, diniy organlar ve diniy faaliyet sorunları Cumhuriyet milletinin ortak gavdalik tuyg'usini yetildirish to'g'risida tashviqot va tarbiya ilib berishi, Jungodagi dillarni jungochilashtirish, yo'nalishda ching turishi, dillarni sotsialist jamiyatga moslashga yetaklashi, diniy xodimlar va e'tiqodchilarni vatanparvarlik an'anasini davomlashtirishga ilhomlantirishi, millatlar ittifoqligi, diniy inoqlik va ijtimoiy inoqlikni ilgari surish kerak. Endi bu mushmatliq kelsak endi bizniki bevosita bizniki islom diniga munosabatli bir narsa chiqdi-ku. Bu narsani burundan tortib qilib kelgilik. Bo'pmi shu 2016 yildan tortib 2014 desak to'g'ri bo'ldi. 2014 yildan tortib shu hozirgacha bu Xitoyninki shu dinga bizniki bo'pmi shu islom dinimiz, islom dinini asos qilgan urf-odatlarimiz, oila, shu oila kompyuterlar deysiz, hatto kanatligicha, kanat qishloqligicha hamma narsaga ta'sir ko'rsatib keladilar. Endi mayada hozir yana bir qadam buni tag'in kengaytib, tag'in cho'nqurlashtirib qilaman deyotgani bu yerdagi Jumha millati degan shu hukmni asos qilib turib tashviqotlarni qilasan degan bir narsa borchu. Masalan, buningda endi hozir bir nima yodingizda bormiki? İslamning jungulashtirilishi deb bir hukm bor. Yodingizda bormi? Sinicization of Islam. Hatto bu Xitoylar hozir qaysi darajaga berib keldi desangiz, Qur'onni o'zi yozib chiqdi-chu. Yodingizda bormi? Qur'onni o'zininki shu o'zining siyosatiga tushirib, o'zininki yo'li bo'yicha yozib chiqdi hozir Qur'onni. Ashuna o'zgartdi. Shu Qur'onni ishlatadi bular. Hergiz bizning nimaninki o'zimizning diasporada muqimlashgan aslidagi nusxadagi Qur'on, asl ma'nodagi Qur'onni ishlatmaydi ular. Ma'ni uqmaydi ekanmiz, yangilikka islom dinini jungochalaylik nima qilish deb uni biladiqda, lekin Xitoydan ayrimali Qur'ondan birini yezib chiqib bir narsa uqmaydi ekanmiz. Qur'onni shu asli Qur'on bu qanaqa deysa, Qur'onni hozir Xitoyninki manfaatiga to'g'ri keladigan, bu Xitoyning manfaatiga Juha millati degan manfaatga to'g'ri keladigan qilib, buni olburun yezib bo'ldi-chu, o'zgartib bo'ldi. Buningga 3-4 yil bo'lib qoldi buningga. Kam degan 3 yil bo'ldi buningga. Shu Qur'onni o'zlashtiryapti hozir. Nima Xi Jinpingning ismida bir azon to'laydigan anda bir narsani anglag'andiqda lekin Qur'on Karimni o'zgartdi degan narsa bu ashta o'zgartgan Qur'on Karim bo'lib qolsa buni ko'plab tashviq qilayotganda arab dunyosiga va g'arb davlatlarida birasi Qur'on Karimga haqorat qilib yig'izga qilib qolsa butun musulmonlar o'rtirib ketib qoldi. Lekin Xitoy shu qadar islomga haqorat qilib qolsa, musulmonlarning huquqlarini xiyonat qilsa, dinimizga qilib qolsa, musulmon davlatlar og'iz yumug'liqda g'arb davlat musulmonlar ba'zilari qarshi turgan bilan yani ko'pincha bundan narsaga aralashmaydi masalanga. Unda qolib qolsa g'arb davlatlar deyotgan musulmonlar islom bilan Xitoyning o'tirib deyotgan islom qarshi o'tirishga nima farqi bor bu yerda degandek bir savollar qilib kuchlik benim g'ulg'ul qo'zg'ash kerak ekan bu narsani. Bunun qayda bo'yicha shu azroq kallasi bor odam o'ylasa bo'ladi-chu. Bu islom dunyosida. Bu Qur'onni biz masalan Uyg'urchaga tarjima qildik, shunami? Qur'on boshqa o'zbekcha yozilgan Qur'onlarmi bor, va tatar tilida yozilgan Qur'onlarmi bor. Lekin shuni tarjima qilish jarayonida Qur'onning asldagi ma'nosiga tegmaydi hech kim. Endi yana bir narsani nima qilib qo'y. Bu yerda bir bizning shu o'zimizningki Uyg'urlarning ichida elite shu Uyg'ur zatlari degan zatlar nimasiga doirasiga kirdigan odamni Xitoylik yodingizda bormi? Supurib mandi.
Birinci türkümdü süpürgen adamlar kim o? Dini zatlar. Yadınızda var mı? Biz namayışlıda aşı 10 yılının aldıda 2018 go deyman. Qanchalik yig'lab biz nima qildik? Birinchi ulab qilgan shu nima qilganlar shu diniy zotlar emasmi? Anandan keyin yozuvchilarga ana faylasuflarga qo'l uzatdi. Shuning bilan biz shu chog'da mening aniq yodimda bor. Biz tizimlikini tizib olganda 486 odam chiqqan. Aş birinci türkümdü süpürüp mağan. Aşı endin sanatçılar çıktı. Şunama katlama. Endin sanayetçilerini jığıştırdı. Şuna ilki mayadımız 47. madda dal aşı. Bizning birinci türkümdü süpürüp mağan dini zatlarınki işini hazır mayada qanunlaştırıp atgan gap. Onu süpürüp jığıştırganını jığıştırıp hazır. Özününki ilki cüngülaşkan İslam dinini payda qilib bo'ldi bular. Payda qilib bo'lgandan keyin shu islom dinini hozir kanat shu yezim ma'li hamma narsaga qonun bo'yicha umumlashtirish. Bu umumlashtirish jarayonida bu yerdagi hamkorlashish amaliyotda bu harbiy kuch bilan qonuniy soqchi kuchi bilan jandarmniki yordam bilan nima qiladi. Hech kim qarshi turman desa uni tutadi. Tutuplam onu ya kampaga kirdi ya uddul turmaga ekirip onu kesidi. Sen devletin kanunu xilaflık kıldın depçi. Ana meyada yana bir narsa buningdan keyin tutilgan odamlarni kampaga yana ekirdichu. Ekirgan vaqtida mush qonunga asosan uni xalqaradimi sen mama odamlarni mada tutib sen kampaga sulatsan diyemeydigan ashna holatga ekirishni bir vasitasi dal mush qonun. Mening qonunim xilop qilgan odamni men o'zim jazolayman. Mening davlatimning ichki qismiga aralashgan sen nima haqqing bor deyalaydi. Mishel bir nima qoidama o'tirib o'ylab qolamanda bu Xitoyda hamda irqiy qirg'inchilikni boshlab eng yuqori saviyaga kirib dunyoning bir kuchli mislatqanda turiblar bu nima o'tirib qo'ydi ma'nosini hozir bu millatlar ilgari surish qonuni deb. Yani bu qonun hamda eng kuchli bunun qarshi qildirayotganlar hozir Xitoy ishg'ol qilgan millatlarning ichida Tibet. Lobgag'ini o'zini ko'ydadi. Onun dünya xarakterlik namoyish hozirgacha besixmidi. Undan boshqa çünki Tibetning ba'zi davlatlarda piyoda minib, shu hukumat nimalarga yo'l qilib hozir bu harakatni boshladi hamda. Masalan 19-kuni Tibetlar Janvaga yig'ildi hamda ma'lumot tushunamizmi? Yani bu yerlik bir narsa Tibetlar o'tgandan ozroq deyishdi. Faqat genosid deb ishlatmaydi, shu kultural genosid deb ishlatadi bular. Men bilan namoyish chiqqan vaqtda bularga Turkiston, Tibet Zeyt Mongoliya deb akin cultural genocide deb yozatdi. Men deyman biz cultural genocide biz rasmiy genocide nima qilib ishlatmaysak biz uni kirmaymiz odatni qilib bularnikini. To'g'ri. 7-jani birdan yodimda bor. 7-jani birdan boshlab Tibetlar hamda Chinese Inherit Law is Genocide deblar buni ko'tarib chiqdi hamda hozir. Mana bir oyda ishga bir yil oy bo'lib qoldi. Dunyoda kuchli qattiq g'ulg'ul qo'zg'ayapti. Demak, miyalik bir nima kelib chiqdi. Biz o'xshash Xitoy qarshi da'vo qilyapmiz, Xitoyning ichki siyosatlarida bizim analiz qilyapmiz, lekin bizda harakat yo'q. Gap bor. Tibetlarda gapmi bor, harakatmi bor deb bular 7-oydan boshlab bular dunyo xarakterlik bu qadar qilib bu qonunniki butun ro'y nimasiniki naqadar qo'rqinch ekanligini Tibetni butunlay mavaqit Tibetni yo'qlamoqda kerak, butunlay biz yo'qolib ketamiz deb shuning bu qattiq nima ketdi. Bu qadar Tibetlarni qilib boshqa millat buni ostiga ergashyapmiz da masalan bizim biz ergashtirib bormoqdik bular bizning faoliyatimiz bakraklar hozir bizni chaqiryotgan devralmishyapti hamda. Mishel bu bizniki buni qarashdimmi bu ahvollar bizning tashkilotlarimiz va jon nimalarnikini umumyuzaki bir qo'zg'alanmadik buning qarshi Tibetlarimiz buni izchil etmayapti. Bu şey o'tirisidagi farq nima deb qaraysiz siz? Menimcha bu yerdan bir qancha farqlam emas. Bizningki qurilma jihatdan, boshqarilish jihatdan, o'zimizning boshqarish jihatdan cho'ng farq bor deb qarayman-chu. Ana masalan uningki eng ishchi yadro qismimiz bizningki yadrosimiz faoliyat qilishmish diasporadagi o'zimizni muntizam holda bir tartibga oldi ilib ma'nolaydigan
bir tashkilot yo'q bizda. Masalan, cho'ng tashkilotlarningmi kichik tashkilotni o'z oldiga akirib, tashkilotchilik bak ig'ir bizda. Ana Tibetlikninki nimasi qarasangiz, ularninki surgun hukumati muntazam ma'alaydi. Ularninki yillik faoliyati shu Yevropaning o'ziga 10 millionda, hozir 10 milliondami ish ketibdi. Ashuna dollar puli bor ularninkichi, mablag'i bor. Ananinkin Biz Avstraliyaning o'zidagi faoliyatga qarasangizmi, nimaninki 3 sistemaga bo'lib ma'noda bular faoliyatnichi. Birisi Dalay Lamaninki shu o'ziniki ishxonasi, o'ziniki vakili bir mansa, yana birisi surgun hukumatiniki nimasi Information Centerda ulu ayrimadi. Ananinkin ma yerlik o'ziniki Tibet Council deb uluni bir council bor. Ulu bir nimadi. O Tibet Council aş hammani ergashtirib mağdıçu, hem təşkilatni. O bir təşkilat mağdana kirib, yana birisi kirməymi deməydi olar. Şuna bununki, həmmə nərsinin özünki nemisi qutusu var, kırdıqançu. Sistemalı qaldı mağalaydı. Ondan birisininki gepini yana birisi buzub yetadigan yoki bo'lmasa yo'qlaydigan ishmi yo'q ya bular. Nima uchun deganda, masalan, shu Dalay Lamaning ishxonasiga odamlar hargiz men mustaqillikni qilaman deb chiqmaydi-chu. Ona gapni og'zini chiqarmaydi ular. Ular faqat hammani birga qilamiz degan gapni asos qilib turib, shu nuqtada ma'no. Dalay Lamaninki diniy zot muntazam holda dunyo tinchligi, kishilarninki hamma odam o'xshash, biz equal. Bir o'xshash nimaga o'zimizning kishilik huquqimizga ega, shu nuqta qarab ma'amiz deydigan ash nuqtani deydi. Anonki va yerlik tashkilotlarmi bu surgun hukumatidan butunlay mustaqillik deydi. Amaliyotda boshqa nimaga kirgan parlamentlarning ichiga kirgan, uyaga kirganda u gapni og'zini chiqarmaydi. Chiqarmay butun Tibetning masalasini ayrim kichik nuqtaga bo'lib o'tadi. Masalan, yaqinda qilgan nimasimi shu maktab bolalarining masalasini asos qilib turib lobbichilikni qildi. Nima deganda bu Tibetlikninki bolalarni ota-onalardan shu qishloqlarda ayirib ishki o'lka Beyjinggacha olib o'qitgan ish 90-yillarda batdi. Hamma narsa oldi bilan Tibetda boshladi bular. Xitoy shundami? Chunchongo Tibetda boshladi. Anoniki uni 10 yil sinaq qilib, rasmiy bo'lar ekan mush ish degandan keyin ana bizning vatanga yo'tkidi. Bu hammadan biladigan bir hukm bu. Ana shunga bu hozir bu Tibetliklarning nima uchun shunchalik kuchli nima qilgan? Har qatim mushta bir yangi narsa chiqsa, oldi bilan sinaq qiladigan sinaq maydoni Tibet. Shu Tibetni anondan bir sinaq qilib, bular rasmiy bir nimaga xodga tushirib bo'lgan ekan, bular ekan deb anondan keyin bizning vatanga va boshqa rayonga yo'tkaydi, Mongoliya degandek. Shunga Tibetliklarning nima uchun oldida bundaq nima qilib ketishniki yana bir sababi mushchu. Anda yana birisi Tibetliklarning nima uchun qilgan azob faoliyatiniki ta'sir kuchi shuncha zo'r bo'ladi deganda, bular kuchini bir yerga akab qilyotdi. Tarqoqlashtirib o'tmayotdi. Ana oshining o'zimi haqiqatan o'zininki rolini ko'rsatib, ta'sir kuchi bilan mengayotgan bir ish borchu. Ana bu yerda yana bir narsani men shu o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bular bir narsani ishlatmayapti hozir. Masalan, bizdan batdi biz dastlabda o'zimiz rasmiy faoliyatni o'zimiz shu butun xalqaro kampga qarshi faoliyatni boshlagan vaqtimizda bizdan batdi. Mushu yaqinda qarasam, mushu Tibetlik bolalarning ichida, yoshlarning ichida mushu uzun safarga mengib turib, o'zi ham mengib, ham velosiped bilan shu Tibetning bayrog'ini orqaga tiklab, mushu qonun qarashichimi? Shu o'zining uzun safar, o'zining namoyishni boshladi, yolg'iz namoyishni boshlayotdi. Masalan, sizmi chiqdingiz shu vaqtda yolg'iz namoyishda? Boshqalar chiqqandı o. Boshqalar asosda tushib qoldi, lekin sizning yolg'iz namoyishingiz xeyli vaqtgacha davomlashdi. Shundami? Hozir Dam maydonida sizning ashad bir o'rningiz bor der yakshanba. Ashada chiqib nim qiladigan. Hammadan xalqaroda bo'ladigan ashtarjiga olib borgandingiz. Endi o'ylab beqing, mushturqning o'zida bizning yoshlarning orasida bir turkum yoshlar chiqib,
o'xshamagan o'zininki shu sotsial media nima spillari bo'lsin yoki bo'lmasa ayrim o'zining qila oladigan faoliyatlar bo'lsin. Shu faoliyatlar orqali mushu qonun qarshi faoliyatlarni qilolmamdi desa qila oladi. Lekin miyadagi hamda bizdagi bir sal qarash yoki bo'lmasa oxir dasash bor. Sutishib qolishchi. Ya yerib qoldikmi yoki bo'lmasa butun biz umidsizlik holatga tushib ketdikmi? Ashuniki yoki bo'lmasa bizning ichimizda shu hech kim tilash tursa jiqadam ko'tarilib ketmasa deb uyqu do'risini davomli berib turib shunaqa kishilarni xomashlantiradigan shunaqa ahvol yo'q emas bor. Shularniki nimasi xizmati unumini ko'rsatyapti uni bilmayman. Lekin mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bizdagi susluq odamni hayron qoldiradigan darajada intayin ig'ir. Shu bu yerda Tibetliklarninki bu jihatdan qilayotgan xizmatida 100% biz o'zimizdan sal xijillik his qildik qoida bo'yicha. Mushu hozir dedimku, mush islom dinininki buzg'unchilik masalasi kelgan vaqtida qoida bo'yicha biz nurg'un narsalarni ishlarni qilib o'talaymiz. Bizga kelgan zini eng ig'ir mushunda. Ana biroq biz bu yerda jim o'tiryapmiz. Agar o'zimiz jim o'tirsak, boshqalar bizga kelib to'xtab turib, ma'lum musulmonda musulmon ahli mushu islomni Xitoyni mana buzib, mana vayronchilik qilyotidi. Men malar uchun mana shuni qilib beray demdi, o'ylamamsiz. Biz oldi bilan o'zimiz so'zlashimiz kerak. O'zimiz so'zlamasak, u hargiz yig'lamagan bu vaqtga onasi kirib imizga solmaydi. Hech kim qarmaydi. Shunga qilib boshqalardan kutmasligimiz kerak. O'zimiz qilishimiz kerak oldi bilan. Rahmat. Ana evet nazar Tibet'te haqiqatan Tibet'te sınaq qilib onun keyin bizga nima qildi boshqa Janubiy Mongoliya va obodingiz nima uchun avval Tibet'te sınaq qildi boshida yangi siyosat endi assimilyatsiya siyosatlarini Xitoyda. Siyosatni oldi bilan Tibetda bir qitim sınaq qilib olib, anoniki yo'tkishlik sabab mayat mandaq bir masala bor. Tibetninki nüfus bizninkidan ko'proq bo'lsa-mu, lekin tarqoq. Bu demedeki 3 cho'ng o'lkaga Tibet nüfus az. 6 milyon Tibetlik var. Yo'q, 6 million emas. 6 million shu Xitoyning atalmish Shizangning ichidagi Tibetni da'vatsiz. Qinxay qaramamsiz. Anadolu. Anoniki bu nimaninki Sichuanninki janubidagi Xunzang deydi u yerni-chu. U yerdagi Tibetni qaramamsiz. Endi Yunnanning chegarasidagi Tibetni qaramamsiz. Yunnan bilan Tibetninki o'zining chegarasi. Hamma Tibetni qo'shib kelsangiz, bu yerda Tibetning o'zining ichidami 8 turga bo'lindi-chu. O'xshamagan. Shuning hammasiningki o'zining yerlik shivisi bor, o'zininki o'z oldiga turmush uslubi bu narsa azoq o'xshamaydiganlar bor. Anoniki bo'pmi, bu nimaninki Amado, Qinxayninki ichidagi ba'zan Tibet musulmon hatto. Musulmon diniga ishnagilik. Anoniki Tibetning ustidagi nimaga yaqin deyasi Oqsaychining ichida yashayotgan nurg'un Tibetliklar. Aslida hammasi musulmon. Shu nimaninki shu Tibetning ichidami o'zining ichiga nisbatan madaniyat intayin ig'irchu. O'ziga xos madaniyat bu intayin rangarang hamda har turli bo'ladi. Ana shunday turuqliqmi Tibetliklar hargiz bir-birsini sen andaqding, sen mandaqding deb aramaydi. Hammani qo'shib mangadi bular. Endi ashuniki demisimi, andin o'zininki nereden kelgan bo'lsa shu yerlikninki yerlik uslubi, yerlik madaniyatiga bular intayin yaxshi hurmat qildi ekan. Shu narsani men bularning faoliyatida qatnashgan shuni his qildim-chu. Endi nima uchun hamda bu shu nimaniki Tibet atalmish Shizangning ichida oldi bilan qildi deganda siz degandek Shizangning ichidagi Tibetlikniki nufusi hammaga qaraganda buni kesib edib bilan xuddi tortning bir parchasini kesib olgandek kesib edib boshqarib kelgili buni shundoq xuddi tajribaxonada tajriba ishlagandek qilib kelayotgan uzun yil oldi-chu. U yerda Xitoyninki rasmiy muntazam qurilib bo'lgan sistemasi bor.
Andın bularninki nüfus tarqaq. Qishloqlarni buzib, shaharga kirgan bo'ldi. Shahardan bu yana kechib o'zining qishloqlariga qaytib nim qilgan bo'ldi. Andan keyin Xitoy bilan Tibetlikning o'tirisida mayli urf odat bo'lsin, yemak-ichmak jihatdan bo'lsin, buni oson singib kira oladigan holatga kelib bo'lganchi bular. Shunga ashu o'zininki hozir qurib bo'lgan sistemasi orqali buni yanama bir qadam ilgirlagan oldida buni yana bir sinaq qilib boqadi. Qilgandan keyin qattiq bir mijib nim qilib boqqandan keyin bo'ladi ekan, bularda inkos jiq chiqmasa, andan keyin bo'ladigan siyosat ekan bu deb, ana bizning vatanga o'tkaydi, ana ichki Mong'oliyaga o'tkaydi, ana boshqa yerga kengaytirishga qarab boradichu. Ana albatta bayon etdi-ku, ma Qinxay u yoqqa o'tkaydi. Şu bu yerda sistem masalasi bor. Nimaninki Tibetning ichida buninki rasmiy muntazamlashgan harbiy kuch bormi bu yerda? Muntazamlashgan kuch deganning ichida harbiy kuch bor, oq terak. Ashuni butunlay sistemlash bo'ldi. Ana bizninkida amaliyot sistemlash bo'ldi. Lekin bizninkida shaharlashish nimasi ig'ir. Biz shaharlashib bo'lgan millat. Shunga bizni kontrol qilish uchun shaharni oldi bilan kontrol qilish kerak. Ana shaharni kontrol qilish masalasida uni bular hozir mushu nishonni bular amalga oshirib bo'ldi-chu. Endi bizniki kelar qitim bizning mushu siyosatni Tibet oldi bilan bir yurgizib bular. Mushu 5 yilning ichida bir sinaq qilib butunlay 100% bizniki nima bo'lsa, ashu 5 yil bizga asoq tiniq yilib oldigan bir vaqt bo'lish ehtimoliga intayin yaqin. Endi bizniki rayonga yo'tkigan zaman ash butun muntazam oldida cho'ng qirg'inchilik bilan yo'tkaydi bular. Biz chunki bizning yo'tkaganda bizniki yo'tkaydigan yer bu siyosatning rasmiy amaliyotidagi yeri shahar noya emas. Oq qishloqni ko'zda tutib yo'tkaydi bular. Chunki hozir eng mushu bizniki yezlar, kent, qishloq, ashlar shu yerda ishib qoldi hozir. Buningki hozirgi yurgizayotgan siyosat noyidin yuqori darajalik mushu shaharning hammasida asosan buni akirib bo'lg'uchilar xuddi ravon suvdek mang'uzalaydigan nimani sistemani bul qurib bo'ldi. Shunga bizga keladigan buningki ta'siri amaliyotda biz xuddi eng oxirgi bir nimani tutib turayotgandek ashna bir holatchu. O'zimizningki bir ongninki levisini tutib turayotganda bizni birla ishsa shuning bilan bizning butun madaniyat, axloq, o'zing urf odatimiz, millat xarakterlik butunlay yuzilib yo'qolib ketadigan ish aningdan keyin boshlandi. Biz hozir men bu gapni 10 yilning oldida bir qism anthropologist, siyosiyon, o'zi siyosiy analistchilar ashlavan deganda birsi shu gap yurgimdan chiqmaydi-chu. Nurgul sizlar yo'qolib ketmaysizlar deganda. Qanday deysiz deyish uchun biz yo'qolib ketmaymiz. Sizlar yo'qolib ketmaysizlar, sizlarni namuna sifatida bir qanchisini saqlab qoladi. Qolgan hozirgi burunqi shu urf odatning hammasi sizlar muzeumning ichiga kirdi deganchu. Sizlar muzeum xarakterlik millatga aylanasizlar deganda. Endi ashuni amaliyotda Qashqarninki u yerlardagi uzun soqolli odamni qo'yib Xitoyni rasmga tatqizib muzeum shaklida xuddi bir hayvonotlar dunyosining nimasiga aylantirib qo'ygan. Ashuni ko'rdikmi, ko'mdikmi? Ko'rdik. Ashuni Xitoylar uni normallashtirib berdi, shunami? Hozir bizmi ashunga inkos qaytarmaydigan holatga yetdik. Xalqaro inkos qaytarmaydi. Yana mush vaqt nim qilsa, ondan rasmiy endi o'zimizning naqadar yo'qab, naqadar muzeumning ichidan o'rin olishga boshlaganligimizni ondan his qila olamiz. Rahmat. 47-modda asos qatlam xalq hukumatlari, aholilar komitetlari va kent aholilar komitetlarining Cumhur millati o'rtaq gavdasini mustahkamlash tirishchiligiga yetakchilik, qo'llash va yordam berish kerak. O'ltiraq rayon aholilar komiteti va kent aholilar komitetlari Cumhur millati o'rtaq gavdasini mustahkamlash talabini aholilar ahdnomasi, kent nizomnomasi va kent ahdnomnomasiga kirgizishga turtki bo'lishi, her millat ommasının ittifaqını kuchaytirishi, o'zaro hurmat qilish va yordam berishi, shundaqla o'rtaq ilgirlashni qo'llashi va yetaklash kerak. Men bu nuqtada amaliyotda bayon siz shu 40
6 moddani so'zlayotib 45 moddani so'zlab biz Tibet masalasiniki kengaytib so'z nima uchun oldi bilan Tibet bo'ldi anda bizning rayon degan yezi qishloq masalasini so'zlaganda bir qismini so'zlab bo'ldim-chu. Endi mishada bir narsani ta'kidlab qo'yay, mush 47-nuqta. 47 bu ahdnoma kirgizish kerak. Bu ahdnoma kirgizish degan nima degan gap? To'xtam tuzman degan gap-chu. To'xtam tuzman degan gap, ash kanit yezlag'ichi, oylig'ichi to'xtam tuzib, sen Uyg'urligingdan voz kechsan deydigan bir narsa chiqadi bu yerda. Men Junxo millati, men Uyg'ur emas deydigan narsa chiqadi bu yerda. Anladingizmi? Endi mushu shu ahdnoma shu. Ahdnomani sen qo'l qo'yg'izib hamini qilgandan keyin mening mishada bir narsa kalom keraklik. Lekin mush ish chuqur bo'ldi deb qarayman. Aşı ahdnomani qo'l qo'yg'izib hammasidan nimasini biriga ekib bo'lgandan keyin qanday qildi desangiz, bular yangidan yana o'ziniki kimlik kartini ishlashga boshlaydi-chu Xitoylar. Kimlik kartini har 10 yilda bir qitim nima yangilab oladi-ku bularniki. Bir yangi qonun chiqsa, bir yangilab oladi. Yadingizmi oldin qitimliq kimlik kartiga bularga chip o'rlashtirgan. Chip o'rlashtirib Uyg'urlarni 10 kilometr, 20 kilometr dairadan shu chambarakninki sirtiq chiqolmaydigan. Chiqsalam, nima signal berib, ashininki o'ziniki doirasidan cheklab chiqib ketdi deb shuni qo'lga olganlar. Yadingizmi? Ashi materiallarni biz keng tashviq qilgan. Meyada ashining ustiga qo'shib, ya'ni yangi kirgizgan narsa sizningki Uyg'urligingizni kirgizmaydi u yerda-chu. Men Uyg'ur emas deb Junxo millati degan nima huquq bilan ashunaq bir yangi kartni bular laylab chiqishi mumkin. Shuni bilan u kart qarasangiz burun Uyg'ur deydigan xat botdi. Ba'zan Xitoylar o'zini Uyg'ur deb kirgizib, nurg'un ashada biz talash-tortish chiqib ketdik. Mush to'rlardi. Yadingizmi? Bu Xitoy ismi turdi, nima uchun Uyg'ur deb devoldi yuzni degan. Yadingizmi? Bu ashu shamolninki boshlanishi. Bu Uyg'ur degan ismni shag'irlashtirishchu. Shag'irlashtirib ashtarchiga olib qolgan ekan, mayada butun ashag'irlashgan ismning hammini yo'qotib bilan Junxo minzu degan ashi huquq bilan mengash. Unda qo'ygan chaqda u kartga yana Uyg'ur degan ismni kirgizishni hojati qolamdi, o'ylamamsiz. Qolmaydi. Ana shuning bilan balkim bizningki ash vatandoshlik ba'zan Uyg'urlar o'zining ismini o'zgartirishi mumkin. Ashunga ergishibchi. Yani ko'ramiz. İntiqab qilsa o'sha yezining bulun pushqoqlarigacha asos qatlamalı kent nima degan ashyoda hamma millat shu o'rtaq Junxo millatiga nimasini shakllantirish, shuning bo'yisini tegib qolgan bora-bora Uyg'urcha ism qo'yishni shakllangan gapda hamda. Uyg'urcha ism qo'ymasligi mumkin bundan keyin. Ashu yangi tug'ilganlargacha. Ana nima desa, yangi tug'ilgan bu vaqtninki tug'ilgan zaman sen Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz deb o nimada tug'ilish kartiga yozdi-ku. Ma Uyg'urdan tug'ilgan bu vaqt, ma Qirg'iz, Qozoqdan tug'ilgan bu vaqt. Andamanda. Oshni yozmaydi qarang. Yozmagandan keyin bu vaqtning Uyg'ur bu vaqtmi, Qirg'iz bu vaqtmi, Qozoq bu vaqtmi, Tojik bu vaqtmi siz qanday bilasiz? O'ylamamsiz. Bir millatni yozadi, hamda hozir Junxo qonun xilop degan gapda hamda. Shu. To'xtamni tuzdingmi, sen tuzding. Bundan keyin sen to'y qilib bola tug'ib, masalan, 2 Uyg'ur to'y qilsimi? Nikoh Uyg'ur nikohlashib to'y qilgan bo'lib, nikoh deydigan narsa yo'q bu yerda. Nikoh degan gap ishlatadi. Ma qonunda nikohlashni o'zimi qonunsiz. Yo'q. Masalan, 2 Uyg'urdan bo'lgan bola ashuni Uyg'ur deyemaydi. Ma qonunga, mushaga, mush 47-moddaga asosan. Sen qo'l qo'ydingmi, bo'ldi. Ahdnomani nima qilding, bo'ldi. Bundan keyin balangni Uyg'ur demaysa, o'zingni Uyg'ur demaysa, sen Junxo minzu degan gap. Bu nayt ig'ir masala edi-chu. Millat huquq butunlay yo'qlab ketgan gapda hamda. To'g'ri, asonliq millat deydigan ash huquq butunlay supurilib tashlandi. Ana shuni men nima uchun mayada oldi bilan Tibetda bo'lib bir yurgizib baqidi, agar Tibetga inkos bak cho'ng chiqmasa, anoning bizning vatanga o'tkaydi deganimninki yana bir sababim shuchu. Tibetnikninki ismini yig'ib 3 ismga 4 xatga akirish nayt oson. Uyg'urning ismi qaraganda oson. Ashak akib uni Junxo minzu deb atab mangsa,
U yerda ballarnımı o iliq sen Tibet milletidan demey, tug'ilgan yangi bu vaqtnimi. Aşna qilib mangsa, u yerdagi inkos chiqmasa, 4-5 yilga qolmay yangi tug'ilgan buvoq 5 yoshga kirdi, tushunama? Anqacha bizning vatanning ichidagi yangi qishloqlargacha yurgizdi u masalani. Andaq bo'lganda bizningki endi eng oxiri ishib qolgan madaniyatimizning quchig'i, madaniyatimizninki büshigi yangi yezi qishloqlar. Shu yoqqa qolib qoldi endi. Aşağıdaki yangi tug'ildigan, tug'ilmoqchi bo'lgan buvoqning Uyg'ur degizmasa, endi bu yerda Uyg'ur yana ishib qolamlar sizningcha? Bu nayda logikalik bir hukm bu. Har qanday odamning azoq kallasi bor odam o'ylay oladi. Şuna buningda o'zimizning sal kallamizni silkitdi. Biz ma ko'z oldimizga yana 5 yilda nemish kelyotidi, nemish bo'lmoqchi deydigan narsani o'ylashadigan yer keldik-ku biz. Şuңaşma Tibet bununki ne kadar Razil ekanligini Tibetliklar bilyapti, biz bilmayapmiz. Bilib manasını bulup bütünlük analiz qıptılar şunu qaragan vaqtida men o'sha namoyishlarni ko'rdim bularniki bu qadar jiq Tibet namoyishi chiqmaydi. Biz namoyish o'rlashtirsak, mening taklif qilgan jiq namoyishlar bor edi, o qadar jiq yo'q deb bu qadar namoyishga Tibetga yog'di, qattiq kurab angash yo'q kerak Tibetlarnikilik hozirda hamda namoyishlarda. Shunda adamji bular hamda shu Xitoyning United Genocide deb nimasi bor, demiş ko'tarib turug'liqda yani ma'nodan analiz qilishga kiravatimiz Tibetlar bunun ne kadar vahshiy bir qonun ekanligini, ne kadar bir vahshiy faşist bir qonun ekanligini Tibetlar his qilibdi. Bular bütün Tibetlarda yana his qilganki bir necha odam emas. Bular bütün Tibet yüzlük umumiylik qan bo'g'ishqa umumiylik qo'zg'aldi Tibetlar hozir. Hozir Tibetlikning namoyish qarasangiz, mushu bu qonunni bizga qaraganda hamda siz bilan men sandik chiqib so'zlayapmiz. Başqa tashkilotlarning bunda o'tirib bundan mulohaza qilganini men anglab boqmadim. Agar anglagan bo'lsangiz, siz bu yerda o'rtoqlashsangiz bo'ldi. Andan ash bir qancha bayonot e'lon qilib qo'ygandan boshqa bizda u boshqa faoliyat yo'q. Bu nayt afsuslanarlik adamning yurgini sirildiradigan bir ishchi. Hozirgi namoyishga chiqsangizmi, namoyishning o'zida mushu qonunga nisbatan bir lozinka qarshilik ko'rsatgan narsa materialim inda oz bizda. Tashviqot materiali. Nima uchun? Aşını kalımızın sıkı ötüp oylaş gerek. Andan keyin Tibetliklarning hozir shu siz degandek o'ttirga chiqib namoyish qilayotganda 3 davrning odam bor. Diqqat qildingizmi? 3 davr odam namoyish qilyotadi. Nayt shu nimaga g'arbiga chiqib qolgan shu qirlardan tatib chiqyotadi ashada. Ashlar eng baldur. Aşı Dalai Lama bilan billa hamda shu nimaga vatanning nimaga o'zini exil qilma, o'zim nima mush surgunga chiqdima, mush Xitoyning qo'lida qolmay, o'zim shu yoq yurtga chiqib, o'zim sargardon qilman deb chiqayotganlar ashlar. Ashlarmi chiqyotdi hozir. Andan keyin ulardan keyin tug'ilgan 3-4 davrning odamlari namoyishga chiqyotdi. Kichik bolalarni bo'lib chiqilib bular o'ndirib bolalarni olib ko'rdim mana. Kichik bolalardan tortib kiyindirib, ana to'xta, ama bizning millat sifatida buningdan keyin yo'qolib ketadi mushlar ma'nosa deb ashlar inkos qaytaryapti. Bizlarchi bizlar uxlayapmiz. Bizda unda inkos yo'q. Nerede unda inkos olsun bizda? Shun biz sal o'zimiz izzat olsak bo'ldi-chu. Ama Tibetniki namoyishida Tibetniki bir deb ko'childi. Bu men nurg'un narsani his qildim bu faoliyatida. Bu shuar tug'ilishimizmi faqat o'xshamaydi ekan-chu. Tibetlar bizda o'zinikidan Tibet ekanligini iftiqorlanadigan, g'ururlanadigan, milliy ro'yxatga Tibet namoyish aloqa shuardan ko'p to'la ekanda, masalan Tibet belong to Tibet debdi. Tibet deb. Biz Tibet, dunyo biz Tibet bizni tushun deb-chu mana shaklda. Bularning namoyish jiq taklif qildi mening borma qat'iy Independence for Tibet degan faqat deb anglab boqmadim bularning namoyishi uchun. Free Tibet, Free East Turkiston deb to'laydi. Free Sovet Mongoliya deb to'laydi nimasinikini. Lekin qat'iy Independence deb to'lab nimishda to'lamaysizlar desam, buni ishlatmayotganda, men mikrofonni berganda men Independence Tibet, Independence East Turkiston deb tas to'layman, tas vaqirayman, fash channelda bek to'layman. O'sha deb lekin bular fash onu ishlatmaydi ekan, ko'pinchisi Tibetning o'ziga markazlashgan, Tibet milliy g'ururni kuchlantirgan shuar, aniq free nimasi shu free Tibetdan boshqa ishlatmayotganda bularniki hayron qolib qoldim hamda. O'xshagan guruhdagi odamlar shu mikrofonni osma hammasi turgan shuar o'xshashchi bularnikida.
markaziga bir tutash biramdi namoyish qilib mana ishlatdim ekan. Ama Facebook'ladımı, naqmaydan qan bütün Tibetlarniki, analıqı o'xshamagan davlatlarniki namoyishning shuarlarini ko'rib boqib, anglab boqib qolsa, o'xshashda bularniki. Gollandiyada Tibetlar to'lg'an shuar bilan New York Tibetlar bilan Jenevadagi va Black Tibetning to'lg'an shuar o'xshashga. Lekin bizninkini nima qilib qolsa, bir-birisini farqliqda to'lg'an shuarlarimiz. Ana mishada men sizga bir narsani hamda o'rtoqlashib qo'yay. Chunki men Tibetliklarningki o'zining yodingiz bormiki? Bu ilqi nimasi bor? Aloqa uchrashxonasi bor-ku. Tashviqot ishxonasi bor. Ana u tashviqot ishxonasi shu Tibetning hukumatiningki, surgun hukumatining qo'l ostida. Ashuning qarmog'ida-ku. Bularda ilqi muntazamlashgan mundaq bir nima bor, bir parcha shunaqa shuar, qanday shuarlarni to'laymiz deydigan asha muntazamlashgan nima bor. 16 mi, 18 mi ashuna shuar bor-ku. Ashuni nima qiladi? Ashu bir parcha qog'oz dunyoning hamma yeriga berilgan. Ashu bir parcha qog'ozning ichiga ashu Free East Turkiston deganni bular qanchinchi yil 2018-yilmi, shu yil kirgizdi. Uning oldidan u Free East Turkiston degan hukm yo'qdi uning. Ashu shuarning ichida. Hozir qarasangiz bor. Ana Free Hong Kong, Free East Turkiston degan 2018-yil kirdi. Meningki yodimda qolish. Uning oldidan unda yo'qdi. Ashu shuarning ichida-ku. Ashu bir parcha qog'oz buning ash tashviqot ishxonasidan dunyoning hamma yeriga boradi. Hamma yeriga borgandan keyin kim ashu namoyishga chiqimiz, o'rlashtiramiz degandan keyin bularniki mayli xam ashyo bo'lsin, mayli yumshoq detal hamma narsa bo'lgandan keyin darhol ular bir yerga keliblam, darhol tashkillaniblam, unchalar jiq kuch ketmaydi bularchi. Hamma davomli qilib mengayotgandan keyin bular odamni bir yerga akilish, vaqtni to'g'izish, qandaq shuarni to'lash, qandaq sistemada, qandaq usulda mengish, hamma narsa o'xshashmaydi. O'xshash bo'lgandan keyin uningki birinchidan ko'lamiga qabalat qilib bo'ldiki, ikkinchidan sifat yaxshi. Ana sifati bu hamma narsa kepili qilib bo'lgandan keyin haqimda anglisi bu to'xtabdi. Malarninki mandaq bir dunyoga taqtiyotgan mandaq bir mesaj, mandaq bir nimasi so'zi borka deydigan narsani haq bu boshqa millatning odamlari anglasimi, julib ilib o'zi bilan nima ketarlaydi-ku. Anonki ulama ishiltalaydi. Ana bizda unda muntazamlashgan undaq bir shuar yo'q deb qarayman. Siz degandek har bir davlat, har bir odam o'z oldiga namoyish qilganda to'laydigan shuarimiz o'xshamaydi. Deydigan gapimiz o'xshamaydi. Ana birisining degan gapini yana birisi inkor qilib o'tadigan ahvolmi bak ig'ir bizda. Ashmanda Tibetda faqat to'lamaydiganda bo'lar. Men mavaq Tibetning nurg'un faoliyatlari bordim, faqat o independence qat'iy to'lamaydigan bo'lar. Qarang, bularninki Tibetninki Independence for Tibet degan hukm, independence'ni haq bizga bermaydi, biz o'zimiz olamiz deydi hukm bor bularda. Shunga Free Tibet degani boshqa haqlar bizninki erkinligimizga yordam qila oladi. Mustaqilligimizni o'zimiz qo'limizga olamiz deydigan hukm bo'ladi bak ig'irga. Anondan keyin Independency for Tibet degan hukmda yana bir o'zining ichki qismi boya dedim-ku, 3 bo'lak. 3 bo'lakning ichida faqat birisilam mustaqillikni targ'ib, yana birisi mustaqillikni targ'ib qilmaydi. Bu insoniyatning birligini targ'ib qildilar. 3-chi bo'ligi bizga avtonomiya bersangmi mayli, mustaqilligimizni qo'limizga olsaqmi mayli, Tibetni millat sifatida saqlab qolsak, bizni o'zimizni o'zimiz boshqa o'g'il qo'ysanglar bo'ldi deydigan anda o'tir yo'lni tanlaganlarmi bor. Shunga Free Tibet degan u narsa, asoq yumshoq shakldagi u til, shuning hammasini birga ekilalaydi ekan. Bizningki masalasi, biz o'zimizning masalasiga kelsak, bizda ashnaq bir o'tir maydonda tanlagan ashnaq bir yumshoq so'z bilan o'xshamagan iqimlik odamni bir yerga akilalamdi desak, akilishimiz mumkin. Akilish ehtimolligimiz bo'lishi mumkin, lekin tirishchilik ko'rsatib boqdikmi? Ya bizda namoyishga chiqib, masalan, biroz independence'da to'lamay hisob solsak, o g'ulg'ulab ketadigan biznikini mustaqil. Free East Turkistonda vaqirsangiz bo'lmamdiki?
Ay bizde men Uyg'urlar to'lab qolib qolsin, independence demidi deb ashundan putoq chiqargan jiq emasman hozir Sharq Tibetda Turkistonlikqa erkinlik deb vaqirsangiz bo'lmamdiki. ashunday Masalan. Endi aşı sınaq süpüdü deb baqmayman-ku. Da'vatıman-ku men sizga. Tibetlarnikini örnek qilib Uyg'urnikini o'zimizni millatinikini men chiqib esnim qilishim olmayman. Bunikini bütün nimamni strategiyani Sharq o'zgartirib Turkistonlikqa hurlik desangiz bo'lmamdi. Masalan, hurlikning Yo'q, o'zi shu bu free. narsa men kallamda o'tdi-ku, bu narsa Tibetlarni ko'rdimda, Tibetlarning nurg'un sistemalarni ko'rgandan yog'i nurg'un namoyishlarni qilib boqdik, bular jiq namoyishi bordi. Mening mikrofonni meni qulam bergan vaqtda men to'lg'an shuarlar, bular to'lg'an osmonning farqi bor-ku, namsinikini. Ba'zi vaqt bakrab kuchab chiqib qolsa, bular shoqqida kaplarlik mikrofon tortdi-ku yenimdan. Masalan, bu da bu Xitoy elchixonasining oldida, hali Xitoyniki millatlar ittifoqini ilgari yitdik-ku o'sha demimiz. Aşı ekkel aya turtken Mekke man jitimiz de maldı yine ekkeldim şey to'san deb men maqal deb to'dim. Ba'damiz ta jitqimat qal vaqtida men birinchilab China like people die deb azmanni boshladim-da. Boshlasam bular Tibetda boshqa aketdi buning nemisini-chu. Ani men mikro qo'llanib tashlab vaqirasa ekan men video ko'rsangiz borda. Ani oxiri kelganda bular birisi boshqa ektik qilgan narsani-chu. Masalan, faşistchana terrorchana tas to'lgandim. Degandek biz bekkalik hayojama yisaqtanib ketganmiz narsalarnikini mavla reallikdan chiqib falaqni qanday jalb qilamiz atrofdagi odamlarni deb manda o'ylaydigan-ku narsanikini. Bu mablag' Yo'q, namoyish nimaningki faşist China degan ash 18 to'laydigan shu aning ichida bor. yo'q Bu Tibetda. bor. Tibetlikning yo'qmi? Yo'q. Tibetlar uni to'lamay narsanikini. Ash nimasiga Men nimasikida yo'q. Lekin men yana bir qarab baqay. Menda ash nimasi bor. Hmm. Mening yodimda qilishicha men bir qancha shu yerda o'tkazgan, shu bizning kamerada o'tkazgan faoliyatda ben bor. Faşist China bor ashning ichida. Ba'zilar xalqi ko'pincha nima qilmaydi ekanda, shuni qarab o'tirib, menmi ba'zidirdek narsam Tibetlarnikini o'rnak olsak o'g'ida degan o'ylab qoladi. Buni boshqalar o'rtoqlasak, voy ani bu malaqqa nima deb qolib qoladi. Chunki bu jiq odamlarimiz paranglish jarayonida biznikini qarab boqsak dedi qo'yibdi masalan. Bizning dunyoning 17 10 xil namoyish 17 10 namoyish o'rnashtirsa Xitoy qarshi 10 davlatda to'lagan shuarimiz 10 xilcha bu narsanikini. Onu ko'gishlarga diqqat qildik ya. Bu sizning nima uchun bu birlik nima qila olmaysizlar deb. Men Tibetga qolsam birlikkanda o'sha bu men namoyish o'rnashtirib qolib qolsam, men asosan Uyg'urning milliy ro'yini uyg'otadigan, Uyg'urning ishpixon degan g'ururlantirgan shuarlar bilan aning keyindan Uyg'urlar erkinlik. Mushtaq shakllarda anikada mustaqillikni nima asosda mush Tibetlarga o'rnak kelib, ashta birlik chiroyli bir loyiha tuzib chiqsam bo'lgandek deb qo'ygan. Yana biz Tibetda birsi gapning yerimin deydi. Masalan, Tibet belong to degan Tibet deb gör vaqt yomon ayvatga chiqilgan-ku bu narsalarnikini. Shuning men buni keyin East Turkiston belong to Uyg'urs deb ashunday qilib, ham Sharq Turkistonni ham Uyg'urni nima qilib toza ayvatga chiqaradigan manda bir shaklni qo'llansam bo'lgandek. Ham bir vaqt ham Uyg'urni, ham East Turkiston bu narsani Abdurimjon bu yer bir nuqtani siz diqqat qilsangiz bo'ldi-chu. Mayada mandaq bir huquq masalasi bor. Masalan, Tibet belongs to Tibet, the free Tibet degan vaqtida mayada masalan butun Shizangni nima uchun Tibet deb ataydi? Bizningki masalan o'zimizningki vatanni burun ikki jumhuriyatim Sharq Turkiston deb atagan. Ani keyin hamda Uyg'uriston degan hukm chiqdi-ku. Uning oldida u hukm yo'qdi. Andan shunga free Uyg'ur desangiz bo'ladi. Lekin nimani masalan Tibet belongs to Tibet degandek nimani bizning Sharq Turkiston belongs to Uyg'ur desangiz bizni nationalist qilib qo'ysiz u yerda. Bu xatarlik hukm bu. Biz Uyg'urdan boshqa ham boshqa millatlar bor, bizning qarindosh millatlar. Ularmi biz bilan tarixdan buyon birga yashab shu Sharq Turkistonda birga qon to'kib ozod qilganlar. Bu da'vo qilmadiki, hozir hech qaysi yo'qda bir ezib boshqa millatlar shunday qadar nurg'un nimalar bor, asab bizlar kasultida bular yo'qda bu narsaning. Ularda yo'q emas. Ularda bor, lekin biz o'zimiz uni qishimizga tortolmaymiz-chu. O'n ikki masala bu yerda. Endi masalan shu Turkiyada men bunda diqqat qildim. Nurg'un qozoqlar bor ekan. Ajoyib millat, shu nimani shu vatanparvar mustaqillik desa jonni berayotgan qozoqlarni ko'rdim. Ash qozoqni o'zimiz qishimizga tortolmaymiz-ku. Ulardagi Sharq Turkiston mustaqillik hukmi men anglab hayron qoldim. Ular maladagi hukm haqiqatan mustaqillik sap hukmga degan ash narsa ideyaga kelib qo'ydi meni.
Ularninki saflıq dərəcəsi bizninkidən acayip yuqori ekan. Şuna endi biz bir narsani deganda o'zimizga qarab olmasligimiz kerakchu. Atrofimizdagi odamlardan azroq o'rgansak, shu nima to'g'rimiki deyman. Biz mana o'zimizning ichimizdagi xamanni so'rab deb biz bak so'rilib ketib qoldik. Qaytguncha biz atrofimizga masalan shu tatarlar bilan, o'zbeklar bilan, qirg'iz, qozoq mush millatlar bilan hamkorlashib ish qilishni azoq o'rganish kerak. Ashlarning gapiga quloq solish kerak. Biz hamkorlashamayotgan vaqtda boshqa millat qanot tortimizni anga bo'lib o'zimiz bir Endi gapning to'shqisini dedingiz. Avval biz birga ishlaymiz. Yetdi bir narsada endi qarasa o'zimiz ishga u qadar nima bo'lib ketgandan keyin boshqalar kimga erishadi-da? Ona to'g'ri. Nimasiga? Bular Fransuz deydigan gaplarda biz nima qilamiz? Qaysiga erishimiz deydi-da, endi kim bilan qilamiz. Ma'ni kirsak, qandaqki, ana kirsak, mamandaqkan degan ekan, ularning o'ziga chiqib nimasi bor ekan, bular og'zini yetib qo'ydi ekan, bular deydi ekanmiz. Shuningga bu jiddiy bir o'ylashadigan bir nuqta ekan-ku, mana shu nimasiga. Faqat ma'nan kelaylik ekan demişler. Buniki azazmış. 49-moddani o'taylik. 49-modda davlat Jonxo millati o'rtaq gavda engini mustahkamlash talabini kadrlarni tarbiyalash, tanlash, ishlatish va boshqarish jarayoniga singdirdi. Oz sonliq millat rayonidagi kadrlar qo'shinini kuchaytirdi. Shundaqla oz sonliq millat kadrlarini tarbiyalash va ishlatishga ahamiyat berdi. Davlat oz sonliq millatlar rayonlarda kasbiy texnik xodimlari va yuqori mahorat xodimlarini tarbiyalashni qo'llaydi. Oz sonliq millat rayonlari orasida va bu rayonlar bilan boshqa rayonlar orasida amaldorlar va ixtisosliklarni almashtirishni ilgari surdi. Shundaqla amaldorlar va ixtisosliklarni oz sonliq millatlar rayonlarida asos qatlamga yetkazishga ilhomlantirdi. Xo'sh. Endi bu narsa burun bo'lib kelayotgan narsa. Yadingizda bormi? Shu kamp ichilishdan burun boshda bularning boshlagan narsa mushu shaharlarning ishchiligi o'zining toza gapini anglamaydigan, yoki bo'lmasa o'zining milliy nimasi bilan, kallasi bilan ish qiladigan Allohning nurg'unlarini sen ma bu tövenge tushib, tövende xizmat qilib o'zing chiniqtirsan deb nurg'un odamlarni ashaga yo'lga solgandi. Endi mayal hozir da'vatqini osonlik bilan kasbiy xodimlarni tarbiyalash deydigan narsani asos qildi-chu. Ashni asos qilib turib, u kasbiy xodimni kim tarbiyalaydi? Xitoy tarbiyalaydi. U kasbiy xodim o'zini o'zi tarbiyalab chiqolmaydi u yerda. Shunga bu yerda keng ko'lamda ishkirdan yuqori texnikal kasbiy odamlarni yo'tkidiq deb odam yo'tkashning intan yaxshi banasi bu. Unda bo'lgandan keyin u ishkirdan yo'tkab kelgan odam ayada yana shu gap miyadiki yez qishloqlar eng chet rayonlargacha ashaga yo'tkab aprolasa shu yerdagi odamlarni kuzatib o'zining qiliplashgan shu Junxo Minzu ingi bilan boshqarib ashni birsi kuzatkichlik roli bor, yana birsi boshqarish roli bor-chu. Ashni atalmış ixtisosli odamlar deb qaraydi. Ashni ixtisosli odamlar deb ham ashada ashni tashviqotni qildi bu Xitoylar. Shuning bilan u bizningki burundan tortib u yez qishloqlarda ishlab kelayotgan milliy kadrlarni qanday qildi? Uli chetga chiqish kerak. Uli ishsiz bo'ladi. Ishsiz qilib uning yan nima deydi u desangiz, sen qaga kelmading, sening iqtidoring unchalik yuqori emasga deb uni yana qayta tarbiyalayman deydi. Nerede qayta tarbiyalaydi uni? Kampaga kirdi. Kampa yana gullanishga boshlaydi undan keyin. Uni Xitoy boshida nima deb ashnim qildi? Bu kamp emasdi. Bu qayta tarbiyalash o'rni dedi. Yadingizda bormi? Ash o'yin chiqqan vaqtida biz qanchalik jafoliqlar bu qayta tarbiyalash o'rni emas, bu sening qilayotgan narsang. Bu seninki iniqlam oliy maktabni bitirib kelgan kompyuter injener nimasini olgan odam, buning nimasini qayta tarbiyalaysan sen? Bu bir chiroyli xizmatini qilayotgan odamni tutib akirib, sen nimasini tarbiyalaysan deydigan narsani biz ashna deb xalqaro tashildik. Bəslət çıxan vaxtda texnik tərbiyələş mərkəzi, Uyğurların qanunu eng tüvən, qanunu eng östürüş mərkəzi deganək hər xil namozni chiqdi da bu narsaniki. Men bu Dam maydonida namoyish qilib, bir yil o'tgandan keyin Uyğur sarxillarining lozunkalari bor edi. Indoneziyadan bir o'mak kelibdi ekanda, Dam maydoni cho'g'layotgan.
Bunun içindeki bir saat lozinkam qarab, o'ttirdi. Bu sen bu yerdalikki concentration camp deb yozyapsa, bu narsanga biz o'tganda biz bordiq deydi, san vatanga bordiq deydi-da hamda. Kirib u yerdan cho'ylab keldik. Borsak u yerda bu sen deganda kamp yo'q-ki, u yer texnik tarbiyalash markazlari bor-ki. Bu sizlarni texnik bo'yicha tarbiyalab, iqtisodiy jihatdan sen turmushingni holliqsaga yetkazamiz deb bu Xitoy hukumatining nimasiga bundaqki, sen bir ta'tir tashkilot qilib turibsan degandek gap bo'ldi, nima bo'ldi-chu bu yerda. Degandan keyin men dedim, men qarab baq dedim, oldimdagi bu atalmış Şinjan Üniversitesi'nin profesörleri, her danlıq profesör, doktorlar var, nurgun yoz, hemmisi Uyghur sarıqlıq var, mana bu yaxma ko'rayotsa, mana aslanlikni. Bularning qonni ham tuyan bor dedim birinchidan. Ikkinchisi, bularning texnik egallashga ehtiyoji bormi dedim-da. Bularni sen so'rab baq, Google kirib so'rab baqsang, hamma narsa chiqdi. Hozir men sen telefonimni teprayman adamning birisinikini deb o'sha tashkilot tipnikini yozdim-da ismini. Mana qarama bu narsaga. Ma deganniki maktabniki mudiri bu. Bizim zaten en çok üniversitedeki bir müdiri, Yaponiyada okugan, bu degan doktor hem profesör. Bunun texnik terbiyesi neme ihtiyacı var bununki? Bu Xitoy o'z o'qitib, chet el tarbiyalab, eklab buni Xitoyda eng yuqori ixtisos egilib xodimlar tursa, mushundan hammasi oshna, hammasi aqtosan qarab baqamiz bunikini, sen bu turib ketdi-chu u yoqda. Turib ketib, undan keyin bo'lsin gapning asosi bor dedi. Unda sen manasini yozib qildi, video qilib ol dedi manasini. Misol resim tortib, sen ay o'zing evet aşık bağa yerken falan paranglışmak abısıran bir manda davatıda sen manda deyse bizni Xitoyga apırıp qilsa qilma adamla deb o'shani qilsam ma'qul deb yezilib resmat aytgan shu nima istakdi. Demakchi tashviqotda Xitoy unda xato tashviqot qildi. Uning keyin hozir to'g'ri dedingiz, ash xato tashviqot yana chiqdi-chu, ash ta'tir tashviqot. Bu qitim chiqqan vaqtida bizning qo'limizda o Toshpo'lat teyipdek undaq bizningki elit haqlamada ko'zini ko'ralaydigan undaq odamlar yo'q. U hozir kampga ekirdiganlari, u kanit gezilniki shujilar deysiz. Asas qatlam xizmatchilar deysiz, u bu deydiganlar. Ular emniyetda u ilqi nomimi yo'q, ilqi ancha uni ko'tarib chiqsangiz ko'tarib chiqamaydi. Ashna odamni ekirib so'raydi. So'rab voy bularninki siz degandek siyosiy eng yuqori emasdi, qonuniy eng yuqori emasdi, buni kasbiy nimasi yuqori emasdi. Biz qayta tarbiyalayapmiz deb jillab ashning ichida tutadi. Ammo yaqinda ma bu nimaninki bizniki Zumrat Davud singlimizning to'rbit ko'rib qoldim, sayibsizda. Birisi shu biz 2018-2019 yillari, Covid boshlanishdan burun shu chaqda bizim bu shu manchirak odam tutilib ketdi, anda kampga ekilib ketdi degan bizniki qarindoshlarimizni bular turkumga bo'lib, hatto bir emas, turkum bo'yicha kesim e'lon qilib bu turmuga yo'tkagandi. 3 yil o'di qildi ash turmuga yo'tkashni. Shundami? Xitoy xalqaro besim bilan bu vaqtliq tutib turish o'rnida biz bu jinoyatchilarni biz bundaq kesimni qilib bu turmush sistemiga nima qilmaymiz deb yo'tkadi ash chaqda. Shu chaqda kesilib ketgan odamlarningki oldi 10 yil kesilganlar hozir chiqishga boshlabdi buni. O'ylamamsiz. Qolganlar 20 yil kesilib ketganlar bor shu chaq, 25 yil. Shunami? Ashilqi jinoyat o'tkazishninki 86 turi degan narsani yodingizda bormi? Bor. 86 turninki mushu 49-moddada qam degan ishkisi bor. Qam deganda diqqat qilsangiz. Har obat degan tashkilot tiplar bularni kechiktirib o'lim jazosimi u tashkilot tayibga u doktorga kechiktirib o'lim jazosi berdi. Hozir o'lim jazosini ijro qilmadi-ku, lekin u odamni bundan keyin ko'rmaymiz hamda. U odam ash turmining ichida o'lishi mumkin. Hamda bu kesilib ketgan odatdagi nomimi, sharbit hech nimasi yo'q odamlar hozir chiqyotidi. 10 yil kesilib ketganlar hozir yarimjon bo'lib turmidan chiqyotidi. Ana muddasi 20 yil kesilib ketganlar va birisining ostida yozib qo'ygan narsa qaradim. Meniki nimam dadam yani 195 kun debdimi? 135 kundan keyin chiqdi degan ashna birini bor. Yana birisi yozibdi. Biz yana 20 yil saqlaymiz deb.
Ko'rdingizmi? Mana bu shunaqa agar mala mushu 49 moddaga asosan sen kasbiy jihatdan sen layoqatli emaskansan yoki bo'lmasa seni yana qayta tarbiyalash kerakkan deb buni bilan qo'shib ustida biz so'zlab o'tgan bayon sen bak o'zingninki milliy urf odatingni tashviq qilib Jumhur millatini tashviq qilmayotgansan yoki bo'lmasa uningda chingtirmaydigan ashuni mubana qilib kesib o'tadi. Ularni shu odamlarni turmuning ichida 4-5 yil shu saqlab chiqarsa, u bir keraksiz odamga aylandi. Uning o'rni allabirun yo'qab, u bir yana bir shalg'utlash qilgan bir keraksiz bir odamga aylandi. Uni nega gapirib, zavodga olib ish qiladi. Töven bağda ishlaydigan, hatto haqsiz ishlaydigan zavod ishchisi qilib o'rniga ekib qo'ydi. Shuning bilan bu yerda umumiy Uyg'urlardagi sapa shiddat bilan tushishga boshlaydi-ku. Bu hatto o'ziniki umumiy iqimiga, Xitoyninki hozir shu paydo qilgan jamiyat iqimiga qatnasholmaydigan ashuna holatga akilish ehtimoli intayin yuqori. Mush 49-moddaga asosan bu yerda cho'ng bir shallash, yana bir qitim tasqash yana elib berildi. Bu burun oldimizda o'tab boqqan, lekin u o'tash hozir qonun bo'yicha ma'lumdi. Uning qanday nima deb qaraymiz? Uningda xalqaro nima deb qaraydi? Siz degandek shu haqli bu seni opirib tarbiyalab seni u kasbiy jihatini yuqori ko'tarman desa, uning yana nimani qarshi ko'rsa deydigan aql ufqum bilan bizningki nimamizni yo'qqa chiqaradi. Davoyimiz. Xitoy tashqi ishlar ministerimi bayonotchisi biz o Şinjan'da Uyg'urlarni tarbiyalab qonunni o'stirib undaq qiladi Twitterda chiqargandichu. Baş Amsterdamda Uyg'ur sarxillarni tutib turgan mashaq qilib bir resmim bordi. Shuni akam Xitoyning tashqi ishlar ministriga tweetdan birini atdimda. Mana qaradi deb, men Xitoyga bir aldanmang dedim. Bu yerdagi mush lozinkining hammasi Uyg'urning eng sarxillari, oliy maktabning professorlari, maktabning mudirlari, hammasi chet elda o'qigan nurg'unlar eng yuqori saviyalik Uyg'urning sarxillari. Bularning nerede qonun eng tuban, bular texnik nimaga ehtiyoji bor bularga? Qani bular odamlarni hammasi oqtasa to'rdan chiqadi deb bir tweetni yozsam, bir damlar mana yo'q qiliblarkim. O 7-8 ming admin bor edi, Twitter shunda adam ko'paytgan. Aytakim nolga kelib qo'ydi emas, qoch ochammadim bir narsani. To'l az qilib ochqilamadim narsanikini. Demak, Xitoyning ajallik yeriga uraldik degan gapda narsanikini. Shu siz ajallik yerga uraldingiz, sizningki Twitter akkauntingizni taqib qarab, mening boshdan qoldi bu. Yo'lnacha aka adam chiqib yuramizda hamda. Demakchi hamda bizni jazo lageri shu chog'da xilaliqi chiqqadim cho'ng namoyishlab ketdi-ku. 10 ming yerdan kelib namoyish qatnashgandi. Lekin Tibetlar unda bir namoyish qilolmaganda, bu qatim Tibetlar Xitoyniki faşistik qonuniga qarshi butun Tibet uyg'ondi-da bu narsanikini. Bizlarni uyg'otolmadi, biz buning qarshi binas qilamidik. Shunga bu programni qayta oldirma etmoqning sababi millat bu tushundirildi. Ya biz o'zimiz bu Uyg'ur millat bo'lgandan keyin nima uchun chetlarga chiqdik? Nima uchun Tibetda bu qadar qo'zg'alib, hozir Faysal Ossaqli Tibetdan nima uchun ko'ramiz? Unda Tibetda nima uchun qo'zg'alib, biz nima uchun qo'zg'alanmayapmiz qolamiz bu yoqda. Biz hozir uyqaliqqa nima ketib qoldik? Buyuqda ketib qoldik-da biz bu narsalarnikini. Hozir bizdagi bexudlik pek ig'ir. Uningga ko'z yumsaq bo'lmaydi-ku bu amaliyat. Bizdagi bexudlik hamda bizni qaysi darajaga olib men bilmayman. Ana shu biz hammamiz qalbimizni silkib turgan ishchi. Ana bizga o'xshash bak ovozli so'zlayotganlarni ovozimizni yo'qotish uchun o'zimizning ichki qismidagi odamlar hamkorlashib bizni jimiqtiradigan holatga olib borishi mumkin-ku shu bexudlikning natijasi. Hamda shunga biz bu xil besimning ostida to'xtab qolamiz, to'xtab qolmasligimiz kerak. Biz bo'lsaqmi so'zlab turishimiz kerak. Shu so'zlab turamiz. To'xtamay yezib turamiz. Millatning g'ururni uyg'otib turamiz. Shunga o'tganda Abdurahmon Ozoddan Qurbonjon Yemitninki mana 4-avgust milliy ozodlikqa kurashni programma qanday nurg'un jihatdan qo'shildi. Nurqadamni topshirib olib uchratib oldim. Yaxshi program bo'ldi. Menda qahramonlarimiz bilmaydi ekanmiz deydi-da. Bu biz mustamlik bo'lgandan eng az odam bilan eng Xitoyniki ajallikni zarb beradigan menda qahramonlarimiz bir qahramon resmi yo'qmi deb. To'g'ri, resmi yo'q, hech nimasi yo'q-da bizda bu narsanikini. Bunday vatandaga
Yani bizning oramizdami ashundoq odamlarni biz qahramon hisoblamaymiz-chu. Asan qahramon hisob. U yandan bizning kollidagi ufqum Xitoyning singdirib o'tgan jinoyatchi degan ufqum bilan ashundoq muomala qiladigan ahvolim bor. Agar siz ash programma ishlamagan bo'lsangiz, ularni hech kim bilmaydi. Bilmaydi jiqadan Andan keyin masalan hozir siz o'zingiz deyapsiz, u odamning ismini bilamiz. Hatto rasmimi yo'q bizda. Ashnaqa odamlarning, shunami? ismi yo'q ekan, hech kimsi yo'q ekan. Hatto men Bu biz uninkini inglizchaga tarjima qilib, uni aslinkini emas, zimiston to'g'ri evatgandim. Uning evatigan rasm yo'q. Ma'volikda API bilan yana birsiniki ishlatgan rasm bor ekanda, erkin sharasi. Oshni qilib men evatib bersam, Winterga ma rasmni ishlatsak biz necha 10 ming yevro jazo to'laymiz deydi-ku bularning ikisinikini. Ular rasm falan ishlatilmaydi, boshqa rasm yo'qmi deydi. Tepiramadim, bu yo'q ekanda. Ishni bilasizmi? Ishlatilmaydi ekan. bizdagi reallik dokumentlashtirib olmaymiz. Bizda dokumentlashtirish bekor. Kurortda deb bunday narsani bir tashkil qilib qolsak, biz shunga nima qilib qoldik ekanmiz deb haqida bir qo'rqinish bor ekan. Buni oldini olish uchun o'sha Nelson Mandelaning bir gap bor ekan-ku, mustamlik ostidagi bir xalqning zulm qarshi ilib borgan kurashni terrorlik deb atash faqat tajovuzlarniki o'z jinoyat uyushtirishini ishlatgan bir yillistor deb-chi mana. Bu gap yaxshi gap ekanda. Bu maqolaning eng beshiga oldim men. Xitoy bizni terror degan bilan Nelson Mandelaning degan gapi, Nelson Mandela degandek Janubiy Afrikaniki milliy qahramoni, Nobel tinch mukofotga erishgan odam, dunyodagi eng mashhur shaxsning birisi. U da'vatida mana Xitoydagi tajovuzchi millatlarniki o'ziga qarshi chiqqanlarni terror deb atashi, o'zining jinoyatni uyushtirish deb. Biz nafkada mana Xitoylar shu jinoyatni uyushtirishni O'sha gapingizga yana bir narsa men qo'shib qo'yay. Masalan, bu chet eldami biz diqqat qilmasak, biznimi biz musulmon bo'lganligimiz uchun shu Xitoyparast chet elliklarmi bizni terrorist nimasida qalpog'ini oson kiygizolmaydi-chu. Buni bo'lguncha terrorist, buni qo'llasak bo'lmaydi deydigan narsani bu hatto xatarlik deb qaraydigan-chu. Bu bizning jamiyatimizga bizga xavf olib keladigan xatarlik odamlar deydigan osh qalpoqni kiygish intayin oson bizga. Ana shunga bizningki degan nimamizdimi hozir siz deyapsiz, Nelson Mandelaning gapini naql keltirib deyapsiz. Nelson Mandela desa bo'ladi u gapni-chu. Aka bizning og'zimizdan chiqqan vaqtida o'xshash ta'sir kuchini ko'rsatolmamdi deydigan o'ylash kerak ashna. Ko'rsatmaydi, lekin hamda Onun gibine biz alaka işletimiz de yani ekilip ne Ya mesela o deyivermez. Şu davatdan değil mi? Aşının ta'sir kuchini biz tag'in ulg'aytish uchun biz o'zimizni boshqa odamlarga o'xshash, boshqa insonlarga o'xshash erkinlikka intiladigan, o'ziniki hurlik uchun kurash qiladigan insonni hech qanday farqimiz yo'q. Senmi qilyapsan, menmi qilyapman. Biz o'xshash deydigan ashna ufqumni shakllantirishga tirishish kerak-chu. Biz amaliyotda bizningki hozir qilayotgan ko'rishimizlar o'z vaqtida Nelson Mandelaning qilayotgan harakati bilan qilayotgan ko'rishda hech qanday farqi yo'q. Gapmi shu. Andan keyin masalan u gapni Tibetliklar desa, nihoyat kuchli chiqadi hozir. Agar bizning og'zimizdan chiqsa, unchalar kuchli chiqmasligi mumkin. Endi mening o'ylayman, hozir sizdan so'rayman, nima uchun kuchli chiqmaydi bizning og'zimizdan chiqqanda deydigan, u narsani o'ylash kerak-chu. Shuning bu yerda taktika masalasi intayin muhim. 50 maddasini tugatib o'tamdiq. Andan keyin programmani nima qilaydi? Hozir 1 soat 13 minut bo'lib ketibdi. 50. modda noy darajalik ve onundan yuqori xalq hukumatları Cumhuriyet milletlerinin ortak gavdisi tuyg'usini kuchaytirish, millatlar ittifoqligi ve taraqqiyotni ilgari surish xizmatini o'zlarining davlat, iqtisodiy ve ijtimoiy taraqqiyot plani ve yillik planiga kirgizishi hamda aloqador mablag'ni xomchotga kirgizish kerak. Noy darajalik ve onundan yuqori darajalik xalq hukumatlarining moliya tarmoqlari qonun bo'yicha mablag' ishlatish ve munosabat kishilarga yetakchilik qilishi hamda uni nazorat qilish kerak. Endi mayada pul masalasi-chu, 50 modda. Gapning to'shkisi bu qonun chiqarishdan burun Xitoy nimadan o'ziniki markaziy hukumatdan pul ajratib bo'ldi buning uchun.
Şoňa bu ýerde däwatgan näse aşu katlanma-katlam aş pul qandaq hajlandi degenge qartylgan näse. Şoňa ändin bu ýerde kanun çykyryp goýup garap oturmaymiz. Onuň ajrylgan meblag bar. Hökümetninki muşu maliýe tarmaklary, meselem men dedim-go aldynky nimede. Meselem bu ýerde hökümetniň memuri sistemasi bar, ýani birisi kanun sistemasi. Aşu meselem maliýe degen däl şu memuri kysmynyň bir nimesi, işçi tarmagy astyda kiriş gerek. Emniyetde kanun ýürgizdigan wagtda aşu maliýe sistemasymı muş kanun üçin hereket kıldy diýdigan manda hukum çykypdydy. Ondaq digenlik nime dese maliýe aşu pulny en aşu ajratgan meblagyny tüwen katlamgacha aşu nime kılıp başkurup maňalaydy. Andaq bolgan çagda bu närsniki asyllam bir gün, 2 gün ýa-ki bolmasa 1 ay, 2 ayga plan bilen kıldyňatgan iş emas digen mäna çykypdy. Bu ilk plan uzun mezgil, uzun müddetke Xitayninki en daňlyk nimesi 5 ýyl plan go. Hem işini 5 ýyl plan bilen maňdy. 5 ýyl plan hatda onundan ýukary, onundan uzarak. Aşynyňa bir plan boýunça işdirip meňiwatgan mandaq bir ahwal barçy. Şoňa bu ilk biz muş kanuny muş 50-nji maddesiga asasen nime kılsak ilk jirahny köz tutgan kanun bu. Şoňa bununki ziyni, bizge ekdigan ziyni, aks täsiri, hemme närsninki kançak çoňkur boldyganlygyny biz özümüz his kılışımız gerek. Ana bizde bir ügünüp kalgan bir huy barçy. Muş biz çoňlaryň agzymy köp aňlaýdyk. Ana bizning hazır muş zamanda muş çet elde ýaşap atganlar bu "Vay bu iş tügep gitdi, ütep gitdi" demesmi? Bu iş ütepli kesse kiläjili ýany bir ýeni siýasat çykyr emesmi o? Ýana başga bir siýasat çykan bizning günümüz ýana ýaxşy bolup gitdi diýdigan bir hamyşlyk, bir tätür garaş bar bizde. Adam manynky garaşyňyz o ýany bir ýeni siýasat çykmaýdy ki. Muşu siýasatlardy meňip ýan 5 ýyldym kılsaňyz, o siz aş hamyşlyk uhlasaňyzlam şu uhlagan ýerde ýokap gitsiz. Gepniň hulasy şu. Boldy, mişe toktutamdyk. Abdulmujat. Mişede toktaýlyk. Ilerki sanda 52 maddeden tatyp sözleýli. Kiler kadym 52-den tatyp sözleýle bolady. Ulas arkadaşlar, bugünkü söhbet programımız wagtyna asaten mişede ahyrlaşdyraýly. Herkatda mustaqillik düşündigeçden taň bäzi närseni texmi ýaxşy analiz kılıp, özümizge nazar taşlap, özümizden taqdirdaş milletlerninkini bäzi örneklerini ortaklaşyş arkaly özümizde azrak bir ıslah kılaýly şu hemde. Maksat şu, başka nime ýok. Lekin ma programmany körep goýanlar, taýyp goýanlar, nime üçin Tibetler dünýäni kozgaýmyz dep hazır anda onu desturip ketdi. Biz şu bykyp turýatymyz bu närselenikine. Bu wagtyn oýlap goýanlar. Nime üçin aýryp Tibetler bolan ramyzga özüni köýdiriş arkaly bütün Tibetlerni bir kozguta aldy. Nime üçin muşu kanun Xitaynikide Milletler Ittifaklyk kanuny. Yani genocide bular bu kelimini işletdi hemde. Şoňa bu näsege bir yüksek dikkatimizi bireyle. Biz bugünkü program müşahede ahırlaştırdık. Tilerki sandık bir şeylerimiz Allah'a emanet.